Salom hammaga. Angliyada bugun sal issiqroq. Nima yetib bering? Yarim soatga magazinga chiqdim. Ozgina halol mol go'sht oldim. Hozir belishi qilamiz. Belishi. Esimda oyimiz kichkinaligimizda rosa belishi qilishga har xil retseptlar qilib ko'rardilar. Bir qattim chiqardi adam. Adam yeb o'rgan boshqacha o'rgan bunisi qattim chiqdi. Har xillarni qilib ko'rardilar-da. Oxiri qarochi o'zingiz pishirishni boshlaganda men oddiy qilaman. Kim qanaqa qiladi? Men tuxum solmayman. Qancha suv solsam, iliq suv, shuncha sut solaman. Yarim stakan iliq suv, yarim stakan iliq sut, droji, ozgina shakar, tuz va un. Bo'ldi. Shunaqa yumshoq katta chiqadi. Tuxum solsam qotib qoladi men nimagadir. Kim qanaqa qiladi bilish. Yana yog' esman chiqib qopti. Ya qancha sut, qancha suv, qancha o'sha yarim stakan sut, yarim stakan suv solsam, shuncha почти ertilgan sariyog' solaman. Shu bo'ldi. Tuz, sipa vkusu, shakar, droji ochish uchun qo'yib qo'ysam, xamirim 3 barobar ko'tariladi. Keyin bir tog'ora chiqsam, yarim bitta ikkita qolganini o'zim ishimga to'g'ri keladi. Shu nima so'raydi-da, o'zimcha nimalar qilib bersam, bitta yeb ko'radi, zo'r bo'pti deydi. Ertasi kuni o'shani yemaydi, masalan, somsa qilaman, somsani sog'inib so'raydi, somsa qil, anchadan beri qilmayapsan deydi. Pishirganimda svejisidan u issiqda qirs-qirs yeyiladigan bor. Maksimum ertasiga ertalab ishiga olib ketish mumkin. Keyin qolgan hamma butun listni qilganlarimni o'zim yeyman. Qattan semiramiz. Shunaqa ortiq qolgan ovqatlarni yeb semiramiz. Belishi xamiri. Yumshoq qo'lga yopishadigan bo'lishdi. Hozircha tog'oraga yog'lab qo'yamiz va cho'pli joyga olib qo'yamiz. Kuzatib boringlar, belishim pishguncha. Damiy. Bu хочешь belishi? Да. Скажи, belishi yeyman. Belishi yeyman. Yeyman. Xamirni yog'ladim. Endi ko'ramiz oshadimi? Kattaroq bo'lishi kerak, oshmasa. Xullas, boricha qilamiz endi. Lekin o'sha pirojkini, belishini kelyapti. Xamirim oshdi. O, esingizmi qanaqa men dog'li kichkina edi. Jams. Oh, nice. Hozir buni yoyib chiqamiz. Go'sht, qiyma. To'g'racham 2 barobar ko'tarildi. Hozir tutamiz. Mana krasavitlarim 18 ta bo'ldi. Ozgina go'shtim qolib ketdi-yu, lekin mayli. Yetmagandan ko'ra ortib qolgani yaxshi. Hozir buni ozginaga qoldiramiz, keyin pishiramiz. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Qo'llarimizni yog'lab olamiz. Yog'ani yo'q. Birinchisi pochin. Yapaloq bo'lib qoldi-yu. Nechta so'rar ekan? Bular hozir pishadi. Endi so'ramiz. Mana. Hopla. Tada! Oh, ketdi. Это видать. Вкусно? Как? Вкусно. Скажи, ширин. Ширин. Не, ширин. Ширин. Ах, qanaqa xotin. Да. Pishdi. Tadam. Ja go'zalina, dum-dumaloq bo'lmasa ham hammasi yumshoq. Kelib buni yeb ko'ramiz. Palchqisini qo'yaman. O'zimdan o'rgili. Buni park qo'yaptimi? Qoraman, qoraytingda. Issiq. Buni любой yog'li narsani gazli suv bilan yuvamiz. Bu yerda siz reklamangiz bo'lishi mumkin edi.